Assalomu alaykum hurmatli Ijtihom baraka uylar obunachilari. Shodir Baxtiyorov mana shunday bahorning iliq kunlarida nima qilyapti deydiganlar uchun ko'rib turganingizdek, yana biz o'sha Beshlik qishlog'ida, ya'ni Zagazinani orqa tomonidagi joylashgan umumiy sotiga 3 sotiq joyimizga yetib keldik. Sababi bu yerda ko'rib turganingizdek, mana bu yerimizda bir amerikalik ukaxonimiz olgan, xarid qilib olgan yaxshi narxga. Mana bu yerda ham sotganmiz, mana imoratlarni qilib bo'lgan, o'zi proyektlar tayyor edi, o'zi berganmiz, hani qilib ustilargacha yopib bo'libdi. Endi mana shu o'rtalikdagi 3 sotiq umumiy betoni quyilgan, ichi to'ldirilgan 3 sotiqlik joyimizda video obzorini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Kimda kim agar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz, bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Olib kelib joyni ko'rsatamiz, ma'qul bo'ladigan bo'lsa egasi bilan dogovor qilib beramiz. Umumiy narxi 10,5 ming deyishyapti. Endi 10,5 ming o'tib beradigan joy, yana 500 dollar o'tib berib, 10 ming sanaginga berib yuboraman deyishyapti. O'shaning uchun tezroq uslub qilish kerak. Pastda nomerlarga telefon qilish kerak, aloqaga chiqish kerak. Sizlar bilan Shodir Baxtiyorov, maxsus Ijtihom barakali uylar jamoasi lokatsiyasini yana bir marta tushuntiramiz. Ijtihom shahri, Beshlik qishlog'i, ya'ni Zagazinani orqa tomonida joylashgan umumiy bir sotiqdan iborat joyimiz. Gaz, suvdan muammosi yo'q, Wi-Fi kelgan. Bemalol telefon qilaveringlar.